Nechta sotuvchi ro'yxatdan o'tgan? Bizda 125 mingtagacha yaqin sotuvchimiz bor. Hozirda o'zida. 125 mingta. 125 mingta sotuvchimiz bor. Yildan yilga ko'payyaptimi yo? Yildan yilga biz o'rtacha 18-20% ga o'samiz. Statistikaga qaytadigan bo'lsak, o'sish sur'ati nimadan kelib chiqadi? Internet foydalanuvchilarini bizdagi onlayn platformalardan foydalanish. Ya'ni o'zimiz OLX haqida gapiradigan bo'lsak, aytaylik, O'zbekistonda 36 million, 37 million aholi bor. Ulardan 20 millioni internet aholi. Ya'ni internetga dostupi bor odamlar. Telefoni bor, uyda kompyuteri bor, doim aloqada va bundan yana aktiv internetdan foydalanadigan odamlar bor, ya'ni onlayn platformalardan. Faqat misol uchun YouTube yoki Telegram ko'rish emas, ya'ni maxsus shu platformalardan foydalanadigan odamlar biz alohida hisoblaymiz. Ular biz uchun 14-15 million atrofida, 14-15 million odamdan biz misol uchun o'zimizga auditoriya qilganmiz. Internet bizga taalluqli bo'lgan aholidan biz misol uchun bir oyda 5 millionta odam kirib chiqadi platformamizga. Shulardan masalan 125 ming, 127 mingta sotuvchimiz bor. Endi o'sish sur'ati qanaqa bo'ladi? Aytaylik 125 mingta bu yil bizda sotuvchi bo'lsa, keyingi yil misol uchun 140 mingtaga yoki 150 mingtaga biz oshirishga muvaffaq bo'lishimiz kerak. Ya'ni bunga iloji bor, bunga makon bor. Lekin misol uchun boshqa mamlakatlarni oladigan bo'lsak, aytaylik shu Polshalarda oladigan bo'lsak, ularda ham 40 million aholi bor, lekin 40 milliondan 35 millioni internet auditoriya, ulardan masalan 30 millioni aytaylik maxsus shu ilovalardan foydalanadigan odamlar. Va ularning masalan sotuvchisi masalan 2 million, 3 million sotuvchi u platformada bor. Ya'ni o'sishi ularda kamroq bo'ladi. Chunki OLX'da sotuvchilarini maksimal darajada ular o'ziga o'zi jalb qilib bo'lgan. Bizda bu endi boshlanish pog'onasida bizga yana o'sish kerak bo'ladi va bunga imkon